Rahmat o'rtada jo'shib o'ynagan mehmonlarimiz. Hayotda borimsan, elda norimsan. Bog'larda ochilgan atirgulimsan. Farzandlarim mening jonajonimsan. Oila ko'rkisan, oy go'zalisan. Hurmatli mehmonlar, mana shu yerda tabriklamoq bilan so'z navbatiga Bekmurodovlar oilasidan Kevturamizning O'rozgul ammasiga so'z navbatini beramiz. Qasimovalar oilasidan Kevturamiz Gafurjonning Erkin tog'asiga so'z navbatini beramiz. Kelingizlar. Söz berganingiz uchun rahmat. Mana Bekmurodovlar oilasidan kichkina podarkamiz bor edi, shuni topshirmoqqa ruxsat beringizlar. Amalari atidan, akalari atidan podarkamiz bor edi. San'atkorlar savdosi marhamat. Bu egalarni ortiga taklif etamiz. Jubayish opamiz. Narg'umun akamiz marhamat. Gapimizga taklif etamiz. Narg'umun akamiz keling. Narg'umun akamiz marhamat. Sovg'alaringizni qabul qilingizlar. Sonlaringiz mübarek olsun. Sonlaringiz mübarek olsun. Rahmat, sanatkarlarımız, rahmat. Rahmat. Gafurjiyamdan keyin siz qo'sha kelganingizlar so'ng Marun nizam bilan yashagandikda hamcha to'y bo'lsin. Nasib bo'lsa katta to'ylar berib yotib, shu elimizga vafoli kelin-kuyov bo'lib, nima niyatlaringsa niyatlarga yetkazinglar-da. Siz bilasiz. Mashg'ulotimizni otimizdan payqagan so'y shuni berek. Sanatkarlar sovg'asi marhamat. Oilasi nomidan atilgan sovg'alarni qabul qilingizlar. Ey yashang, sovg'alaringiz muborak bo'lsin. Yanada tabriklamoq bilan so'z navbatiga Kevturamiz Gafurjonning Aysahat xolasini so'z navbatiga taklif etamiz. Yanada Shahodat yangasini ham taklif etamiz. Marhamat kelingizlar. Aysahat xolasi, Shahodat yangasi. Sizlarni so'z navbatiga taklif etamiz. Bu dunyoning ishlari ado bo'lmaydi. Halol ishlagan inson gado bo'lmaydi. Agar iymoningiz mustahkam bo'lsa, Alloh bergan mukofot tamom bo'lmaydi. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun halam bilan Jizamning uyida katta to'y va tantana. Ularning sababkori GAFUR-MALİKA kelinimiz. Bularga jon sog'lik, umrlari uzoq bo'lsin, baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin, o'lib o'lsin, Alloh qizi ko'p bo'lsin. Nasib bo'lsa, beshik to'ylarda ham hammamizga o'tirmoq muyassar qilsin. Sizdan bilan halamam qo'sha qarib, bolalarning, qizlarning, ularning, nevaralarining yaxshini ko'rsin. Bizning ham Arziko xonimdan podarkamiz bor edi, shuni qo'shirmoqqa ruxsat bering. So'z berganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum, uzoqdan va yaqindan kelgan aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun Jasur inim bilan Malika kelinimning to'yida o'tirar ekanmiz. Bundan hammamiz nihoyatda xursand. Otasi, enasi shularga to'y bersam, shularga uylantirsam, bag'itli tog'itli bo'lsa deb necha yildan beri qilgan orzu shu bugun ushaldi. Bularning joni sog' bo'lsin, yoshi uzun bo'lsin, birov-birovga muvofiq kelin-kuyov bo'lib yursin. Singlim bilan Narmamon kuyovman bag'itli tog'itli bo'lib, shularning baxtiga, taxtiga quvonib yursin. Hamsha bir degani ming bo'lsin, ming degani million bo'lsin. Nasib bo'lsa dasturxonni birday to'yga yozilsin. So'z berganingiz uchun rahmat.
Hasim buvalar ve hammalarınızı ortaga taklif kılamak işiniz var. Marhamat. Kasiyevlar oilasidan atagan sovg'alarni qabul qilingizlar. Ey yasha, to'plaringiz muborak bo'lsin. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Hurmatli mehmonlar, mana shu yerda Turkiya davlatida yurgan kuyovturamiz Gafurjonning Rasul oshnasi tomonidan xolasi, bobosi uchun atalgan tonlari bor ekan. San'atkorlar, so'z bo'lsin, marhamat, sovg'alaringizni qabul qilingizlar. Marhamat. Yanada shu yerda kuyovturamiz Gafurjonning Turkiya davlatida yurgan Alijon oshnasi tomonidan $100, Azat oshnasi tomonidan $50 sovg'alari bor ekan. San'atkorlar, so'z bo'lsin, marhamat, sovg'alaringizni qabul qilingizlar. Bizning Chag'lar va Yetkinchiliklar uyi idorasidan Jo'ray va Shahlo mehmonimizni so'z navbatiga taklif etamiz. Marhamat, kelingizlar. Bugaysha opamizning kollektividan Jo'ray va Shahlo mehmonimiz. Marhamat. Marhamat. Mana bugun müdürimiz Bugaysha opaning to'yida o'tiribmiz. Men bugun o'g'illarning, kelinin nikoh to'ylari ekan. Baxt tilayman. Hamma Bugaysha opamizda to'y bo'lib, to'yxona o'jirsin. Kelinimiz qiz bo'lib qatnashib yursin. Chiyoning atidan kichkina padarkamiz bor, shuni topshirishga ruxsat bersangiz. San'atkorlar, so'z bo'lsa marhamat. To'ygalar, marhamat, sovg'alaringizni qabul qilingizlar. Chiyo kollektivdan
sanatkorlarimiz, rahmat. Yanada tabriklamoq bilan so'z navbatiga Kyoturamiz Gafurjonning sinfdoshlaridan Selbi sinfdoshini so'z navbatiga taklif etamiz. Marhamat keling. Selbi sinfdoshlaridan marhamat. Jubaysha opamizning sinfdoshlaridan marhamat. Salam uzatdan yapılan kadın mehmanlar, klasdaşımız Şükür Gübayşa, oğlunun kelin toyuna çağırdılar, sağ olsun, boşça sürülen boşça kalırsın, alın kelin mutlu olsun, nasip olsa şu 2 yaşa uzak ömür farklı, bağlı olup, nasip olsa şu günden başlayan bağıt yolunu, doğru yola revan edelim, hemmeleşip şulara dileyin, nasip olsa endeki değişik köylerle sallancağı öğren, Gübayşa'da yağdamasın, nasip olsa öndüren çağlarının ödeyini görsün, hemişe aktıktan ağıl yasasın, çoğuluktan çağdır tutsun, hiç kaçan Gübayşa karlamasın, karlama Gübayşa, toyları mutlu olsun. Sağ olun. Sanatkorlar sazması marhamat. Gübaysha opamizning sinfdoshlari, dugonalari nomidan atagan sovg'alar barcha. Sovg'alaringiz muborak bo'lsin. Hurmatli mehmonlar, mana shu yerda Kyoturamiz Gafurjonning Gafur opasi tomonidan Turkiya davlatida yurgan aziza singlisi tomonidan atalgan surpriz sovg'alarimiz bor. Marhamat, sanatkorlar soz bo'lsin, kelinlarimiz uchun atalgan sovg'alarni qabul qilingizlar. Bir necha chiroyli ro'mollar prizga qo'yilgan. Hozir yaxshi o'ynagan mehmonlarimizdan prizga taklif etamiz. Bilim bölümünden Gulnora opamizni, Arzigul opamizni, Mehrigul opamizni prizga taklif etamiz. Muallimlarimizdan Jumbul Ahmed va Jadigar va muallimimizni ham prizga taklif etamiz. Sanatkorlar soz bo'lsin, marhamat. Mehrigul opamiz, Arzigul opamiz, Gulnora opamiz. Yanada yaxshi o'ynagan mehmonlarimizdan prizga taklif etamiz. Kelin-kuyovlarimizning oshno do'stlaridan Yulduz Umida, Qizlargul dugonalarini Shahzoda opamizni ham prizga taklif etamiz. Sanatkorlar so'z bo'lsin, marhamat.
yanada yaxshi o'ynagan mehmonlarimizdan Tazagul ammasini ham prezga taklif etamiz. San'atkorlar so'z bo'lsin. Marhamat, Tazagul opamiz. Rahmat san'atkorlarimiz, rahmat. Hasad qilma, havas qil, hovliqmagin, sabr qil. Nolimasdan zamondan yaratganga shukr qil. Gunoh olma, savob ol. Qarg'ish olma, duo ol. Bu dunyodan o'tsang ham yaxshi degan nomda qol. Ikki irmoq birlashib anhor bo'ladi. Bugun bu xonadonda nikoh to'yi bo'ladi. Do'stlar, davramizga marhamat qiling. Sizlar bilan to'yxonamiz nurga to'ladi deb navbatimizni san'atkorlarimizga beramiz. Siz aziz mehmon do'stlarimizni o'yinga taklif etamiz. Marhamat. Alışlarla kalıp gitti.
ya baba, sözü mahsur ya baba, bence gafur ya baba. Kuytundan geldik onlarımız için. Bir kere. Beni orta yerinden kapatıyor. Ağzını şişirip ansızı patlatıyor. Belki de bu yüzden vuruldum, sadece vuramadım ya. Sıradan geldiğimiz kışmadım, dostlar mahvoldu. Sen gittin de kral, yanayım çıkaran, kadarıyım söyleyen yakalasan. Sen gittin de kral, yanayım çıkaran, kadarıyım söyleyen yakalasan. Oynan gönlümü ya onun kafe dişine vuruşuna hayran. Çarayıcı hareket oy 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 oy. Sevde oy 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 oy. Çarayıcı hareket oy 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 oy. Yeminle kadar. Ya da şene damdan. Çarayıcı hareket oy 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 oy. Ya da şene. We'll be right back.